Surxondaryo viloyati O'zbekistonning yirik agrar hududlaridan biri bo'lib, uning iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi muhim o'rin tutadi. Ammo mintaqaning iqlimi qurg'oqchil bo'lgani sababli suv resurslariga talab yil sayin ortib bormoqda. Iqlim o'zgarishlari, suv manbalaridagi bosim va aholi sonining o'sishi sharoitida mavjud irrigatsiya tizimini tubdan modernizatsiya qilish, suv tejovchi innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va bu jarayonga ilmiy yondashuvni qo'llash strategik ahamiyatga ega. O'zbekistonda suv resurslarining cheklanganligi va iqlim o'zgarishining salbiy ta'siri qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanish masalasini har qachongidan ham dolzarb qilib qo'ydi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining suv xo'jaligini rivojlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha qator qaror va farmonlari qabul qilinib, bu boradagi ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan suvchilar maktabining tashkil etilishi sohani rivojlantirish uchun yangi bir qadam bo'ldi. Bu soha mutaxassislarining bilim va malakasini oshirishga qaratilgan muhim institutsional mexanizm hisoblanadi. Buni Surxondaryo viloyati misolida ko'radigan bo'lsak, suv resurslaridan oqilona foydalanish va zamonaviy agrotexnologiyalarni tatbiq etish maqsadida tashkil etilgan suvchilar maktabida 2023-2025 yillar mobaynida 7800 nafar fermer, soha olimlari ishtirokida suv tejovchi texnologiyalar bo'yicha chuqur bilim va amaliy ko'nikmalar olib, maxsus sertifikatlarga ega bo'lishdi. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishga juda katta urg'u berildi. Bu bo'yicha muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2023 yil 18 aprelda suv xo'jaligini isloh qilishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida har bitta viloyatda o'sha suvchilar maktabini tashkil qilish topshirig'i berildi. Ushbu tashkil qilingan suvchilar maktabi bunda butun viloyatdagi fermerlar, klasterlar, dehqon xo'jaligi rahbarlari hamda quruvchilarni, demak, malakasini oshirish hamda suv tejovchi texnologiyalarning afzalliklari bo'yicha shu hududlardan, demak, olimlar jalb qilindi va bular hozirgi kunda malakasi oshirib kelinmoqda. 2024 yil 5-yanvardagi muhtaram yurtboshimiz tomonidan 5-sonli qarorlarda ko'rsatilgan topshiriqlar bo'yicha suvchilar maktabining ikkinchi bosqichi boshlandi. Ikkinchi bosqichda har bir tumanda suvchilar maktabi uchastkalari tashkil qilindi. Klaster rahbarlari hamda dehqon xo'jaligi rahbarlari o'sha tumandagi, demak, suvchilar maktabidan tashkil qilingan o'sha o'quv uchastkalariga borib, demak, malakasini oshiriladi. Juda katta maydonda hozir ekinlarni sug'orishda suv tejamkor texnologiyalar, tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, diskret sug'orish yoki yer ostidan sug'orish va shunga o'xshagan sug'orishning suv tejaydigan texnologiyalari o'rnatilyapti va dehqonlarimiz bu sohada ancha-muncha ishlarni amalga oshiryapti. Mana shu maktabda ham juda ko'p fermerlar va yer egalari qisqa muddatda 3-4 kun bo'lsa-da ular o'zlari tahsil olib ko'nikmalarga ega bo'lib ketyapti. Hozir kuzgi bug'doyni butun o'suv davrida yomg'irlatib sug'orishni amalga oshirilyapti. Bu juda katta natija beradi. Birinchidan 2-3 barobar kam suv sarflab, bemalol yomg'irlatib sug'orish o'rnatilgan dallarda buni sug'orishni ochib qo'ysangiz, bu yerda mikroklimat hosil bo'ladi. Va haroratning tepadan kelayotgan keskin issiq haroratning gulga, changchiga, changlonga tushmasligi va u yerda 25-24 gradusdan haroratning oshib ketmasligi va nisbiy namlikning mo'tadil bo'lishi 100% bug'doyning changlanishiga olib keladi. Va hosildorlikni 25-35% gacha ko'tarib berish mumkin. Sohada bu kabi e'tibor tufayli viloyatda raqamli texnologiyalar, suv taqsimotini avtomatlashtirish tizimlari joriy etilib, suv resurslaridan foydalanishda shaffoflik va samaradorlik ta'minlanmoqda. Davlat tomonidan berilayotgan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va zamonaviy texnikalardan foydalanish bo'yicha yordam dehqon va fermerlarni yangiliklarni tatbiq etishga rag'batlantiryapti. Bularning barchasi eksportbop sifatli mahsulotlar yetishtirish imkoniyatini oshirib, Surxondaryoning agrar salohiyatini yanada yuksaltiradi. Oxirgi 6 yilni hisobga olsak, yurtimizda 2,5 million gektardan ziyodroq maydonda suv tejovchi texnologiya joriy qilindi. Birgina 2025-yilning o'zida 815 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiya joriy qilinib, 2-3 milliard suv tejaldi shu sug'orish mavsumida. Bu bo'yicha davlatimiz tomonidan bir qator imtiyozlar berilmoqda. Ulardan biri imtiyozli kredit, ya'ni 5 yil muddatga 14%li 2 yil imtiyozli davr bo'ladi. Shuningdek, yana bitta imtiyozlardan bittasi bu subsidiya. Paxta maydonlari misolida olsak, 8 milliondan 16 milliongacha, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida esa 12 milliondan 20 milliongacha har bir gektar uchun subsidiya mablag'lari ajratib berildi. Subsidiya mablag'lari ajratish bo'yicha ham onlayn platforma yaratildi, ya'ni agrosubsidiya, ya'ni fermer o'sha texnologiyani joriy qilgandan keyin onlayn ariza beradi. Buni tuman ishchi komissiyasi ko'rib o'rganib chiqib, xulosa bergandan keyin
respublika komissiyasiga boradi. Respublika komissiyasi ijobiy xulosasidan keyin subsidiya mablag'lar ajratib beriladi. So'nggi yillarda magistral va xo'jaliklar aro kanallarning eskirgan qismlarini rekonstruksiya qilish, ularni betonlash va zamonaviy plyonkalar bilan qoplash ishlari jadal olib borilmoqda. Bu suvning filtratsiya tufayli yo'qolishini keskin kamaytirib, yetkazib berish tezligini oshiradi. Natijada suv manbalari dalagacha maksimal darajada isrofsiz yetib boradi. Viloyatimizda jami sug'oriladigan maydon 326 ming gektar bo'lib, sug'oriladigan maydonlarga 116 dona magistral kanal, tumanlararo kanal, xo'jaliklararo kanallar xizmat qiladi. Shu kanallarni doimiy ishchi holatda saqlash uchun ularga doimiy ta'mirlash, tiklash ishlari bajarilib turiladi. Mavjud kanallarimiz respublika byudjetidan har yil ajratiladigan loyihalar doirasida betonlash ishlari bajarilyapti. Xususan Prezidentimizning 454-sonli qaroriga asosan viloyatimizda 5 ta kanalimiz betonlashtirib, reja grafik bo'yicha bajarilishlar. Ushbu kanallardan suv oluvchi tuman suv yetkazib berish uchun dem hisobidagi kanallar mavjud. Fermerlarga suvni yetkazib beradigan o'sha kanallarda ham 2025-yilda 420 kilometr kanallar betonlandi. Undan tashqari o'sha fermerlar chegarasidan olgandan keyin o'zining dalasigacha boradigan ichki suv tarmoqlari mavjud bo'lib, ushbu klaster va fermer xo'jaliklari ham o'sha reja grafik asosida har yili 1700 kilometr masofadagi ichki ariqlarni o'sha reja grafik asosida betonlash ishlari bajarilyapti. Bu degani bu masalan suvdan foydalanish koeffitsiyentining oshishiga olib keladi. Ertaga har bir iqtisod bo'lgan suvdan yana qo'shimcha iste'molchilarga suv yetkazib berish imkoniyati bo'ladi, qo'shimcha hosil olishiga erishiladi. Avvallari asosan paxta va g'alla maydonlarida sinovdan o'tgan bu texnologiyalar bugungi kunda bog'dorchilik, uzumchilik va poliz ekinlarida ham keng qo'llanilyapti. O'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Bu tizimlar suv sarfini gektarida 30-70% gacha qisqartirish imkonini bermoqda. Suvning aniq me'yorda va to'g'ridan-to'g'ri o'simlik ildiziga yetkazilishi hosildorlikni 2 baravargacha oshiradi. Mahsulot sifatini yaxshilaydi. Fermer va dehqon xo'jaliklarida sug'orish texnologiyalarining yangilanishi tuproq tuzilishining buzilishi va sho'rlanish xavfini kamaytirib, yer unumdorligini uzoq muddatga saqlab qolishga zamin yaratadi. 2024-yilda bog'dorchilik va boshqa ekin maydonlariga zamonaviy tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilish ishlari davom ettirilib, 2700 gektar maydonda yangi sug'orish tizimlari ishga tushirilgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 3800 gektarga yetdi. Bizda hozir aksariyat paxta, g'o'za ekiladigan va g'alla ekiladigan maydonlarda shu texnologiyalar o'rnatilgan aksariyat qismda, lekin bu nima sir emas, bog'dorchilikda yoki sabzavotchilikda, mevachilikda ham bu texnologiyalardan foydalanish butun dunyo miqyosida ham va bizda ham juda yaxshi samara beradi. Bitta narsani aytish kerak-da, O'zbekiston Respublikasi dehqonchilikda 4,5 millionga gektar yaqin sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsak, bizlarning shu dehqonchilikda yerlarimizni sug'orishimizda foydalanadigan suvlarimizning 80% transchegaraviy suvlar. Shuning uchun bizda suvdan foydalanishda nafaqat kuzgi bug'doy, g'alla yoki bo'lmasa g'o'za ekinlarini, boshqa ekin turlarini, hamma ekin turlari uchun tomchilatib, yomg'irlatib, diskret yer ostidan va boshqa sug'orish usullarini qo'llash juda yaxshi samara beradi. Mamlakatimizning agrar salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan bu sa'y-harakatlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi yetakchiligida, xususan uning tarkibidagi ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari qimmatli tadqiqotlar olib bormoqda. Ularning asosiy diqqat markazi suvsizlikka chidamli, hosildorligi yuqori va hosil sifati yaxshi bo'lgan paxta navlarini yaratish hamda mavjudlarini yanada takomillashtirishdan iborat. Bu nafaqat ekologik muammolarni hal etish, balki paxtachilik iqtisodiy samaradorligini oshirish, tolani qayta ishlash sanoati uchun xomashyo bazasini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish texnologiyalariga yana qo'shimcha ravishda kavsar sug'orish texnologiyasi ham joriy qilinyapti. Bu diskret sug'orish texnologiyasi bo'lib, bu hozir fermerlarimizga juda qo'l kelyapti. Sababi u yerda elektr energiyani quyosh panellari yordamida nasoslarga qo'shimcha liniya elektr energiya beriladi. O'sha nasosda suv chiqarish quvvatiga qarab panel tanlanadi. O'sha panel ko'chma bo'ladi. O'sha qayerdagi suv ta'minoti oxirgi quloqlarga, masalan, qo'shimcha u yerda manbada suv bo'lmasa, qo'shimcha suvlardan, masalan, kollektor suvlardan foydalanish imkoniyatiga mavjud bo'lgani uchun fermerlarimizga qo'l kelyapti. Hozirgi kunda qizg'in mana shu bo'yicha arizalar berilib, shartnomalar rasmiylashtirilyapti. Suv tejovchi texnologiya bo'yicha 2030-yilgacha o'sha dastur shakllangan. O'sha dasturga asosan har yilgi o'sha reja ko'rsatkichlarimiz ko'tarilib boryapti. O'sha suv tejovchi texnologiyalarni ham qo'llash keng joriy etilyapti.
Vohada yana 41.7 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha rejalar belgilangan. Bunda 6.7 ming gektar tomchilatib, 8 ming gektar yomg'irlatib, shuningdek 17.7 ming gektarda lazerli tekslash kabi ishlar davom ettiriladi. Surxondaryo viloyatida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha rejalar moliyalashtirish va amaliy ijro yuqori sur'atlarda olib borilmoqda. Bu esa viloyatda qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish va hosildorlikni oshirish uchun mustahkam poydevor yaratayotganini ko'rsatadi. Bu esa viloyatning agrar salohiyatini yanada yuksaltirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.